chidaganga chiqargan. Yo'q, aka, yo'q, bo'lmaydi. Menga qizig'i yo'q. 200 mingdan sotayotgan ekan bu. Yo'q. Otib yuboramiz buni. Boshqa joyda 200 ming yo'q, aka. Bizda Bizda bo'lmaydi. skidka yo'q, o'zi Menga qizig'i yo'q. Ustozingmanmi? Ustozimsiz. Ha? Ko'p deysanmi? 100 ming qilaman. Yo'q, to'xtang, boshqa narsa qanaqa 100 ming? Voy, 66 sirka yetadi. Mana kondisioner, mana 55 ming. Bo'ladi, mashina qo'shib beraman. Ikkalovi 200 ming. 255 ming, 200 ming bo'ldi. Ha, bo'ladimi? Davom etamiz. 60 mingdan sotilayotgan ekan. O'zi zo'r sotilyapti, mana joyi yo'q. To'xtab tur, Jahongir. Yarashmi 60 mingdan sotayotgan ekansiz. Aka, o'zi bering. Bunga ham bu tekin qilib berasiz. Qancha? 99 ming qilamiz. Qarasa 100 ming tekis qilib qo'ying. O'zi bunda 99 ming qo'ymaydi, rostdan. Farqi hozir nechi pul? 15 ming. O'rtoqlar kelasizlar, Bolajon City Malldan 100 mingga ikkitasini olib ketaverasizlar. Ketdik. Yo'q, buni tegmang. Aka, bu original Eronniki. O'zi zo'rg'a olib kirishyapti. Mana 85 ming, 75 ming qilindi, aka. Sen 10 ming zararga sotyapsan-a? Aka, insof bilan qo'yilgan. Mana shu odamlardan so'rang, kommentariyada bilishadi. Mana buni qo'shamiz. Ikkalasi qancha bo'lyapti? 130 ming Yo'q, bo'lyapti. buni qo'sha olmaymiz ham. Erkak kishi beshta berganda oladi. 120 ming bo'ladi. Yo'q, 130 ming. 120 ming bo'ladi. Insof bilan qo'yilgan. Bolajon City Mallga mumkin keldimi? Ikkalasi 120 ming bo'ladi. Kelib turib portlatib olib ketaverasizlar. Gapimga. Harqaga Iloji yo'q ekan. 120. Ustozim bo'lgani uchun rostdan. Bitta like bosib qo'yinglar, bo'pti. Bolajon City Mallda lekin haqiqatan narxlar ideal, o'rtoqlar. Kelganlardan xohlasanglar so'rab olinglar. O'zi aksiyasiz deb aytib qo'ying, o'zi narxlar rostdan arzon. Haqiqatan narx arzon ekan, lekin undaqa odatdagi narxni e'lon qilish bizga yarashmaydi-ku, o'rtoqlar. Kelaverasizlar. Mumkin zo'rmikin? Mumkin zo'r, narxlar ham zo'r ekan, ketdik.